Jinsiy aloqadan so'ng kuzatiladigan postkoital sistit yoki asal oyi kasalliklaridan biri. Juda ko'plab ayollarimizda kuzatiladigan holatlar bitta, yangi kelinchaklarda ayniqsa. Xo'p, bu holatni oldini olishga nima qilishligimiz kerak? Albatta, birinchi o'rinda urolog ko'rigiga borib ko'rinib, hamma kasalliklar bor yo'qligini aniqlashlik. Agar sizda bunaqa imkoniyat bo'lmasa, demak, uy sharoitida qiladigan ba'zi bir maslahatlarni berib o'tamiz. Qanaqa maslahatlar? Jinsiy aloqadan oldin va keyin обязательно gigiyena qoidalariga rioya qilishlik, suv bilan yuvinishlik. Oddiy, lekin juda ko'pchilik e'tibor bermaydigan holatlardan bittasi. Sovunlarni ishlatish kerak emas. Keyingisi, jinsiy aloqa vaqtiga e'tibor beramiz. Agar aloqa vaqti juda ko'p bo'lib ketsa ham va ishqalanish ko'p bo'lsa, bu ham sistitga olib kelishligi mumkin, ayniqsa jinsiy aloqadan keyingi. Jinsiy aloqa vaqtida smaska yaxshi bo'lishligi va jimo vaqti uzunroq bo'lishi kerak, chunki jinsiy aloqaga tayyor bo'lib borsangiz, tabiiy smaska yetarlicha bo'lsa, o'sha jinsiy aloqa uzoq bo'lsa ham ishqalanishliklar vaqtida sistit bo'lishligini foizi ancha kamayadi. Agarda sizda o'zida tabiiy smaska yetishmaydigan bo'lsa, demak gel va smaskalarni o'sha suv asnovasida, ya'ni navodniy asnovli gel smaskalarni qo'shsangiz bo'ladi. Undan tashqari jinsiy aloqadagi bo'ladigan pozalar ham juda muhim. Ba'zi bir nima deydi, endi zamon rivojlanib ketyapti, og'izda bo'ladigan aloqa, orqaga qiladigan aloqalar ham afsuski bu ham o'sha jinsiy aloqadan keyingi bo'ladigan sistitlarga sababchi bo'ladigan holatlardan bittasi. Keyingisi albatta jinsiy aloqadan keyin kichik hojatga borib peshob chiqarib tashlashlik. Mana shu oddiy bo'ladigan tavsiyalar sizni postkoital sistitdan saqlab qoladi va ko'plab muammolarni oldini oladi. Bizni qo'llab-quvvatlang, like va kommentariyalar sizdan. Keyingi videolarni ko'rishda davom eting.